Xudo xolasa e'tiboringlarga kovushda mikseri mavjud bo'lgan pogruzchigimizni taqdim etamiz. Bu pogruzchigimizda kovushi, mikser kovushi, ya'ni 0,7 kubani tashkil qiladi. Bu 0,7 kubani juda 5 daqiqaga bormasdan tayyor rastvor holatiga keltirib bera oladigan texnika bu. Ish samaradorligini juda oshirib beradi. Quruvchi aka-ukalarimizga tavsiya qilinadigan eng zo'r texnikalardan biri shu hisoblanadi. Bu texnikamizni nima desak bo'ladi? Qolgan ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, joystik bilan boshqariladi. Mana salonlarni ko'rib turibsiz, konditsioner bilan jihozlangan. O'zini haqiqiy kovushi ham bor. Bu haqiqiy kovushi 1,4 kubalik kovush. Buni mikser kovushini yechib turib, bemalol oddiy kovushida turpoq, shag'al, g'ish va hokazo narsalarni bemalol tashishingiz, yuklashingiz, tushirishingiz mumkin bo'ladi.